massajni o'zingizga o'zingiz uyda qilsangiz bo'ladi. Kelishdikmi? Bu massaj yuzingizdagi mышцаlarni, o'sha mushaklarni bo'shashtiradi va o'z o'rnida bu o'sha aqliy, jismoniy va emotsional taranglikni kamaytiradi va bu o'z o'rnida o'sha ichki organlarni ham ishini yaxshilaydi. Ko'rdingiz, hammasi bir-biriga judayam bog'liq. Ya'ni biz yuzimizda tochkalarni massaj qilamiz va buni orqasidan o'sha zanjir kabi boshqa narsalar ham yaxshilanadi.